Ey! Bir dada o'g'ilchi hargiz baliqqa undoq deb o'ylamaydi uni. Ya dada, ne telefon saqlamaysan? Ama çoğundan falan ki. Ha, yaxshimi jonda? Yaxshi balam, keldingmi? Bu, men sana degan unutib qolsa, amma mashina pulni berib o'tmamoq deyman. Man velosiped da. O, telefon ishlatmasang tashlaysan telefonni. Ne Öyle. Balının ahvalı benim hoşum. Ankara balam. Ma altı balı oturdu hazır. Mihri muhabbet yok. Ben işli borsam şu işine bir neresi takaysa. Ama ben de dadı bop kalkan mesuliyet mecburiyet boğanlığım için livimni çişlep makul deyip gidip barım. Kara, 2-3 saat kişi adamın hizmetini kılıma. İşini bildi jürüp, ben de adamı kanda hizmet kılgan bolsam, ertegenlikке şu 3 saatini bana hizmet kılıp, beni hoş kıla alsanlar, senin işkinler degen nersime yaparım. Rostmi? Rost. Rost ha? Gap ha? Gapga Hisob bo'ldi. Hesap. ko'ramda da mana bizda faqat tijorat bor. Undamaysa, savol so'ramaysa, chidamayla qilib qolib qolsang, men bu odamni to'mayman, hech qanday narsani Ha, ma'qul. Ma'qulmi? Qo'y. Anjiriyam sizda. Yeydi balam. Qanday bolangiz? To'rttaga o'raman. To'rttaga o'ramda. Kelani bolam anjiriyamlar. Voy o'zingigina u narsani. Qashqarko'z mayli. Bunda aylantiray seni. Ha, ma'qul o'g'lim. Ha, piyoz masaqmi bulichi, lekinmi? Yilib qolsa da deyman. Ha, ya. Voy tutira dada, tutira. Boshqa ish yo'qmi? Biz qildigan ish qilsa ben pekra. Men bayatın sana dedim. Menden fakat sual sormaysa. Ben dadamni qanday o'ynatgan bo'lsam, bir kun meni shunday o'ynata olsang, andin hep bilmem bo'lsa bilmayman. Voy. Kichik bola ishim tugimdi mana qismi. Bu ishni maydamda vakay. Dada, Qilay o'g'lim. endi nega bag'ing bor dada? Tuproq ichiga chiqib, onangni yo'qlab kelay balam. Ya dada to'xta mashinani. Tushab pastga. Bu yeri bog'chiga, yeri moya gapingdan. Bizga sodliq qilib beramsa, qilmamsa zade. Endi biz berib qolmagan tuproq ish qaldimi? Öpem saynak digine. Mashinada cho'nadan ba sattomsun dedim. Nim qilmoqchi dedilar. Ey! Sen adam mı, hayvan mı? Dadam bana hep yapkamasa benden ne edip işip gittin ya? İsinde çıktı. Dadamını 1-2 saat hoş kılış, bana bir ömür bekleyip gidiyordu. Balı vekip, balı dedi de ben müşkün yıkılıp atıma. Hakasını müşte aki ügütüp, nim desen kıpırıp göndermeyken bolsam, mahkünü kömeydim ben. Sen de atanığı boğan mihir muhabbet deydiğen nersiden giremçilik tap kılınmaydı. Ben dadamını hoş arkadaş için senin dek balıdın 10.000 basımı geçirmem. Kelgüsü de maaşı dadı vagan çıkında kancılık gün kördüğünlükünde her silep görse yok al. Adaş, ben dadam bilen birlikte burayı verdim. Ya buludu adaş, El Nuri'nin ki mesleği toplayan bas, hatırcan vakalet yok satsan buldu. Ha, onmay kurucuların satsan buldu, çoğun zavut o Şincan'da. Çintepe'de bu da 3-4 yıl işçimlik çıktı, acayip saz temirleri. Kağını keçti mesleği teşekkür adaş, cuma. Dada, ben sana bir kep kıkım ki vardı da. Diye oğlum. O sonunda bana dik. Ben akılsız, aklımı tapmağın vaxtlarımda ya ki anam, ya ki sen bolsan mı aldığından doğru ötep, gipini anlamay, könlünü rencitip koygan. Hey, muş balam bunu acayip bir kıpsaldı, depsaldı diye yerlerim bağımı da. Yok, sen onda kığın emez. Sen şunda kımğallık için şunu kökle var sen. Anam, bu ballarımdan birini kögen bolsa kağınını köremey, vafat oldu dada. Seni ben ne çıkıtım öyle koyadigan bolsam mı, bu sözümü karıştırıp yalnız yaşavatsa. Şu çağılının özü de acayip yalnız kaldım. Oğlum beni acayip bir yalnız taşlap koydu. Dep bir könlüğü kelgen yerlere menden kapıp kalan yerlerin bağımı da. Yok. Bir dada o'g'ilchi hargiz baliqqa undoq deb o'ylamaydi uni. Muşu ballarınki kakıştışları, dadam nima haletdi do, dadam nimi gün kürevatkan do, dadamның hali nereden ne geçidi do, dadamның teni salamet mi do. Demek
Hazır köydün ayna. Bir işki borsam yani bir narsani taqab, işki borsam ani apiramsi deb taqab, mush yashashlardan dada. Tirishib 50 necha yilni yag'i mushunda tirishib etib, oilam, balam kalam deb tirishib etib, bir xushalliq bolalardan topmagan chaqlarimda men ota-onamni mushuna qaqshatgan bo'g'iymidim deb o'zimga ming qitim savol qo'yib etganlarim bo'ldi. Hatto o'zimning tutayotgan uylargimi, o'zimning kirgis kelmaydigan vaqtlarimi bo'lib qoldi dada. Chunki bola dadi ajoyib yomon bir dadkin. Tashlab o'tay desang, bola ekan. Tashlamay desang, tash qalama ikki qo'limni ko'tarib, dadi bo'lgan edi. Jinim dada, Ya undaq desang bo'lmaydi bolam. sening ko'nglingni ranjitib qo'ygan yerlarim bo'lsa, oldingdan to'g'ri o'tib qo'ygan yerlarim bo'lsa, meni afv qilib dada. Albatta bu qilyapman. Bir dada balaning hech qanday bir har qanday xafa bu balaga undaq deb tinib qo'ydigan ish yo'q. Dada bo'lmak, bir oilaga bosh bo'lmak haqiqatan to'limi jafoliq, to'limi taskin. Men sening meni qanchalik jafoli beqib cho'ng qilganligingni men dada bo'lib tushungan bo'lsam, mening bolalarimmo dada bo'lib, ona bo'lib, mening jafolimni tushunguncha mening quyruqimni qumbasidi ekan dada. Ota-onalar sen degandek bolalardan ranjimaydi ekan, bolalarni yomon kun ko'rsin demaydi ekan. Lekin qalbida bir tatib qolsa, shuning o'zi kelgusidagi bolalarning yaxshi kun ko'rmasligiga yetir ekan dada. Oldingdan to'g'ri o'tib qo'ygan bo'lsam, ba'zi gaplaringni ma'qul deb qilolmagan bo'lsam, meni kechirib et dada. Albatta. Shundoq bir ishni tushunib yetdimki jinim dada. Ota-onasini qaqshatgan odam hargiz bolalardan yaxshi kun ko'rmaydi ekan. Shunga men mush filmimizni ko'rayotgan baharlik farzandlarninki ota-ona hayot bo'lsa, ota-onaning xizmatini yaxshi qilib, balalik majburiyatinglarni yaxshi ado qilib, kelgusida o'zingning bolalarimi o'zingizga vafosiz bo'lib qolmaslik uchun bir yo'l ichilishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Shunga filmlarimizni javob qilib, denzan qilib, ota-onasini qaqshatayotgan, onasini danasini qaqshatayotgan, ota-onasini tillayotgan farzandlar bo'lib qolsa, ko'gicha, bo'ling puchtaqcha taqib qo'yishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman.